Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, kanalimiz obunachilari, obuna bo'lmay ko'rayotgan birodarlar, hammanglarga sog' salomatlik tilayman, chorvalarga fayzi baraka. Bugungi video roligimizda mana shu shved xunajinimiz sotuvga qo'yildi. Pul zaril ekan. Xunajinimiz bo'g'oz, 1 oylik gumonda. Lekin aniq deyilyapti. Bo'y basti, yeb ichishi hamma yo'g'i joyda. Behijolat narsa. O bo'ylari 1.30 atrofida. Aniq hozir buqaga qo'yilgan. Kelib tekshirib ko'rib olasizlar qiziqqanlar. Mana qilib ermalab ham qo'yadi bu xunajinimiz. Manzili Andijon viloyati Buloqboshi tumanida o'zimni qarindoshlarimning uyida turibdi. Behijolat men shu ekrandagi nomer, meni o'zimning nomerim, telefon qila olasizlar. Manzilda aytamiz, ko'rib, savdolashib olasizlar agar ma'qul kelsa. Puliga keladigan bo'lsa 26 million kami bor deyilyapti. Xayrini o'tib berar ekan. Xunajinga gap yo'q, sifat joyida, behijolat narsa. O'zimizni Buloqboshida. Shu o'rinda yana bitta shvedimiz, sementalimiz bor. Bu Rayishda Hayotbo'yida uyda turibdi. 7-8 oylik. Bu ham 25 million kami bor. Qiziqqanlar telefon qila olasizlar. Bundan oldingi videoda qo'yilgan u ham. Chorvadorlar qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaveramiz, telefonlashaveramiz. Behijolat narsalar. Vaksina hamma yo'g'i joyida. Xo'p, kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, layklarni gumbillatib qo'yasizlar. Sog' salomat bo'linglar. Hammanglarni chorvalarga fayzi baraka.